Men sizlar bilan Jahongir 13 kanali. Hozir men sizlarga dalasida qanday qilib pul yig'ishni ko'p qilishni o'rgataman. Birinchi o'rinda mana bu yerda o'yin bo'ladi. O'yinga har bitta kirganingizda reklamani bosib chiqasiz. Hozir bitta o'yin ko'rsatib beraman. Mana bu yerlarda nima bo'ladi? Bu yerdan o'ynab ikkalasidan bittasiga pas bersak, balonga birinchisiga pas bersak 30 tanga beradi, ikkinchisiga pas bersak 20 tanga beradi. Gol ursa, bo'pti. Birinchi gol Barça'nın tarkibi 85 kimlarda bu? Mana tushiramiz. Jumi qo'yib turamiz bir pasga. Mana shu gol urish kerak. Hozir mana gol. Birinchi gol urildi. Yana ikkita gol kerak. Yana bitta gol, ikkita gol kerak ekan. Gol ana ikkinchi gol ham urildi. Yamal urdi. Endi bitta gol ursak mana bitta gol qoldi. Bitta goldan keyin yutamiz va 100 tangani qo'lga kiritamiz. Bo'ldi, mana yutdik. Deb hisoblashimiz mumkin. Mana hali 85 urdi va bizga 30 tanga beradi. Bunisi ham urdi. Endi bizga 150 tanga yoki 140 tanga beradi. Bu tanga ko'paytirishlar birga kiradi. O'yinimizni oxiriga yetkazib qo'yamiz. O'shanda urdik. Ikkala nima ham berilgan hisoblar ham urdi. Hozir yana bir marta tanga ko'paytirishlarni boshqa usullarni o'rgataman. Gollar 4-2 yutdik. Yana shu urdi. 30 tanga beradi baribir. Bitta 2 ursa ham 30 tanga beriladi. Gollar 5-gol urildi. Va hozir kuchachamizda tankga. Mana ko'rishlaringizga hozir qancha tanga berishlarini ko'rsataman mana. Mana tangalar 198 tanga berdi bu safar. Mana 198 tanga berdi. Mana 2 million tanga bo'ldi. Endi bu o'yinchining o'zim siz har bitta joyda o'ynaladi. Shu o'yinchini ko'rsatmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin. Men atela qilib qo'ygan edim bu o'yinchini. Bu o'yinchi menga kerakligi uchun buni men hujumga qo'yaman. Tarkibim bot, lekin o'ynashim sal bo'lsa ham yaxshi. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib bosib keting. Hozir men sizlarga yana pul ko'paytirish usullarini o'rgataman. 40 tanga qiliblardi ko'p mana. Kamta ketdi. Endi biz birinchi o'rinda tarkibda o'yinimizni tushirib olamiz. Tushirib olib turib endi o'yinga kirib qanday qilib bunda o'yindan ham pul ishlashni ko'rsataman. Sizingizga chiqarish o'yinchini olmasingiz yo'q bo'lsa, o'yinga kirib reklama ko'rib pul to'plashingiz mumkin. Men har doim shunday qilaman. Reklama ko'rib pul to'playman. Har safar men shunday reklama ko'rib pul to'playman. Gollar birinchi gol urildi. Sizlar ham reklama ko'rib gol urishlaringiz mumkin, lekin uraverim 24, 25 bo'ldi. Yaqinda
Hop, ja bo'tammas, yaxshi, normalniy. Просто tak sizlarga qanday qilib pul to'lashlarini o'rgatib qo'ymoqchiman. Ikkinchi galom yo'lda. Jahongir Yo'ldosh YouTube kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Agar dalasida yangi ma'lumot keladigan bo'lsa, so'rashlaringiz mumkin kommentga. Qanday narsa so'rasalaring hammasini aytib beraman. Bu yangilashimiz keldi. Dalasiga yangilash keldi. Husanov 82 bo'lib qizil bo'lib keldi. Olib ko'rishlaring mumkin. Uni qanday qilib olsa bo'ladi degan savol bor. Bu savolga javobimiz uni ko'p o'ynasalaring o'zi beradi. Jaxsonlikni berib qo'ymasligi mumkin, lekin boshqa qizil o'yinchilarni berib qo'yishi mumkin. Unga Ronaldo kelmabdi-yu, u kelmabdi-yu, bu kelmabdi-yu demasliklari mumkin. Chunki ular hammasi bot o'yinchilar. Hop, Husanov qizil bo'lib kelgani yaxshi bo'ldi. Birinchi bor Husanov oddiy bo'lib kelgan, keyin ko'k, keyin sariq, yo'q sariq bo'lmagan, keyin nima bu? Hozir qizil bo'lib keldi. Hop. Reklama ko'rib pul yig'ishlari mumkin. Reklama turadi. Hozir ikkinchi tartibda turganimizdan keyin reklama turadi. Reklamadan keyin ko'rib 30 tangami, 36 tangami, 40 tangami olishlari mumkin. Hop, mana. Hop, 5-chi galom bo'ldi. Biz shunday qilib pul yig'ishimiz mumkin. Dalasida endi kirgan bo'lsalaring, dalasida ham shunday pul ishlashlari mumkin. O'yinchi olishni bilmasalaring, hozir men olgandaqa olishlari mumkin o'yinchilarni. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu ham mana. Kerak bo'lsa hamma ma'lumotlarni mendan so'rab olishlari mumkin. Dalasini sizlarga bemalol o'rgatishim mumkin. Vaqtim bor. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. 6-chi galom bo'ldi. Voy xonamiz oldi. 6-0 yutyapmiz. Hozir time tugaydi va biz nechida kampanyani olamiz aslaydi. Reklama ba'zida ko'p tanga beradi, ba'zida oz tanga beradi. Qancha o'yinda qancha tanga olgan bo'lsangiz, shuncha tanga beradi reklama ham. Gol. Hozir 8 ham bo'ladi, bir bo'lsa. Kanalimga iltimos obuna bo'lib, like bosamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, bundan keyin boshqa dalasida haqida boshqa narsalarni ham chiqaraman.
Mana time tugadi. Radioaktiv nolga biz yetdik. Bizda reklama internet yaxshi ishlamaganligi uchun qulf ekan. Mana shu reklamadan sizlar pul yig'a olishlaringiz mumkin. Ma'lumotlardan SF, BF, xullas DSlarni olishlaringiz mumkin. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana sizlar bilan Jahongir kanali bo'ldi. Like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xayr.